inson farzand ko'radi, o'g'il farzand. Farzandiga Abdulloh deb ism qo'yadi. Vaqt o'tib ikkinchi farzandli bo'ladi. Ikkinchi farzandiga ham Abdulloh deb ism qo'yadi. Uchinchi farzandiga ham ulardan kam bo'lmasin deb Abdulloh ismini qo'yadi. 3 ta o'g'il, uchalasi ham ismi, nomi Abdulloh. Ota ona bilan birgalikda har uchala o'g'ilga haqiqatda go'zal tarbiya beradi, bemisl tarbiya beradi. Fahmu farosatda, aql va idrokda tengsiz qilib ularga go'zal tarbiyani berishadi. Haqiqatda insonlar havas qiladigan darajada xulq va atvor sohibi bo'lishadi. Vaqt o'tib, soat